Fasat işlerinde gap toptan gel. Aziz yurttaşlar, evvelki Çapayıb, hazırki Baba Dehqon mahallesindeki Kambar Baba məscidini hamma yeri bitken deyərli. Lekin şu bitti məsciddə işe azgına kamchilik bo'lib turibdi fasatı. Fasatı bo'yicha sal hammamiz bir yoqadan chiqib qarashib bersak, shunda masjid bitti deb e'lon bersa bo'ladi. Har yana meyda-chuda rastan bo'laveradi ekan. Yordamlashib birgalikda deganda shu ma'lumotni tarqatsangiz da bo'ladi, yetirib qo'ysangiz da bo'ladi. Gelib qarashsangiz da bo'ladi. Ana hozir bir ikki og'aynilarimga aytdim, xudo xolasa. Maşallah. Ustalar ham rahmat, xalq xizmat qilganlara, şöyle ihson qilganlara, Hammasini kattakan rahmat. Hammasini için ondan 100 baravar qilib doldursin Allah. Duo qilganlara, şöyle ma'lumotni aytib turganlar, bizlar ham aytganlar bayna. Zafarbek aba, Hasanboy domla bor, Xayrullo domla bor. Xabarni yarisham, shu yerda shunday ish bo'lib turibdi deysham, bir savobli ish. Kattakan rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Kuch quvvat hammaga. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Assalomu alaykum, mo'min musulmon birodarlar. Meni xabaringiz bor, Urganch tumani Baba Dehqon mahallasi, ya'ni Chapayibda Qambar Bobo masjid qurilishi davom etib turibdi. Xayrli, yaxshi niyatdagi yurtdoshlarimizni ko'magi bilan. Hozirgi kunda masjidimizni fasad ishlari olib borilmoqda. Masjidga bir g'isht qo'ygan insonga to qiyomatgacha uni savobi yetib turadi deyiladi. Shuning uchun mana shu masjid qurilishini kimdir